Mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan amalga oshirilayotgan ko'plab tashabbuslar ichida haydovchilikka o'qitish kurslarini zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tashkilot moddiy o'quv bazasini takomillashtirish, zamonaviy yuk va yengil avtomobillar bilan ta'minlanishi bo'lg'usi haydovchilarning bilim va ko'nikmasini talab darajasida bog'lashiga xizmat qiladi. Hazorasp tuman avtomobil maktabida ana shunday yangi rusumdagi transport vositalari tantanali ravishda topshirildi. Tashkilotning avtomototransport vositalari haydovchilarini tayyorlash borasidagi faoliyati yil sayin kengayib, zamonaviy texnikalar bilan boyitib borilmoqda. Xususan, vatanparvar tashkilotining Xorazm viloyati kengashi tasarrufidagi quyi tashkilotlarga yengil va yuk avtomobillarini topshirilishi ana shu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Hech kimga sir emas, hozirda ayol kursantlarimiz hech erkaklardan qolishmasdan o'qishga jalb qilingan. Ko'rib turganlaringizdek, rulda ham ayol o'rgatuvchi biz o'z vaqtida harakat ko'pligini eldan olishda, tezlikni oshirmaslikda, bahslashib poyga o'ynamaslikda bu ayollarda bu narsa kuzatilmaydi. Shuning uchun ayol o'rgatuvchilarimiz sonini yanada ko'paytirish, o'qituvchilar sonini, o'rgatuvchi instruktor sonini ko'paytirish maqsadidamiz. Izlanishda davom qilamiz va O'zbekiston Respublikamizda yosh haydovchilarni va ularni vatanparvar ruhida tarbiyalashda bor kuch bilimimizni ayamaymiz. Tantanali tadbirda O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi raisi va boshqalar so'zga chiqib tizimdagi islohotlarga to'xtaldilar. İşlep çıkarılganligiga 10 yildan oshgan yengil avtomobillar, ishlab chiqarilishine 20 yildan oshgan yuk avtomobillari butunlay ish faoliyatidan chiqarilib tashlab, o'rniga bugungi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarib turilgan zamonaviy avtomobillar, shuningdek zamonaviy yuk avtomobillari bilan qayta jihozlandi. Bugungi kunda vatanparvar tashkilotining barcha ishchi xodimlari O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti markaziy kengashi tomonidan viloyat kengashi tasarrufidagi o'quv tashkilotlariga qo'yilgan barcha topshiriqlarni ado etishga barcha kuch imkoniyatimiz, shuningdek bilimimiz va salohiyatimizni safarbar qilamiz. Tadbirda vatanparvar tashkiloti tizimida ko'p yillardan buyon samarali mehnat qilib kelayotgan rahbar va xodimlar faxriy yorliq va sovg'alar bilan taqdirlandi. Bunday islohotlardan maqsad haydovchilikka o'qiyotgan nomzodlar uchun har tomonlama qulay shart-sharoitlar yaratish, o'quv jarayoniga zamonaviy texnikalarni olib kirish, ularga sifatli ta'lim berish, malakali haydovchilarni tayyorlash, shuningdek yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iborat. Kelgusida vatanparvar tashkiloti Xorazm viloyati kengashi tasarrufidagi barcha tashkilotlarni ana shunday zamonaviy yengil va yuk avtomobillari bilan boyitish rejalashtirilgan.